ayoliga berilgan sadaqa qaysi biri afzal deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'ragan ekanlar. Miskingami, kasalgami, falonchigami, ayoligami degan hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayolingga berilgan sadaqa eng afzal sadaqa dedi. Kimlar aytib bera olasizlar? Nima uchun ayolga berilgan sadaqa eng afzal sadaqa? Sababi nimada? Kim biladi? Juda javob chiroylikda buni. Ha, bilasizlarmi? Xizmatingizni qiladi, yaxshi. Farzand tarbiyalaydi, yaxshi. Bu emas. Yaqin, o'sha zaifa degan yaqin. Nimaga ayolga ihson qilamiz? Miskinda aytmayapti, falonchini, pistonchini va anta da. Sen ayolingga bergan ihsoning eng zo'ri dedi. Sabab borda? Labbay. Boshqa yerda odam yo'q. Xuddi shunday. Meni ayolimga men ihson qilmasam kim qiladi ihsonni? Meni ayolimga men ihson qilmasam kim qiladi? Tasavvur qiling, meni ayolimga birov ihson qilsa men nima qilaman uni borib? Nima deyman men unga? Qo'y shu ishing deyman. Hammamiz mana shu narsani bilib olaylik. Har birimizni ayolimizga o'zimizla ihson qila olamiz xolos.